Quyosh panellaridan foydalanish orqali toza energiya ishlab chiqarish nafaqat qulay, balki iqtisodiy va ekologik jihatdan ham juda foydali hisoblanadi. Shu bois mamlakatimizda quyosh panellarini joriy etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tobora keng quloch yozmoqda. Ushbu texnologiyalardan foydalanuvchilar soni kun sayin ortib bormoqda. Mavzuni muxbirimiz Shobod tumani misolida davom ettiradi. Tumanda joriy yilning o'tgan davri mobaynida 258 ta obyektga umumiy quvvati 3,7 megawatt bo'lgan quyosh panellari o'rnatildi. Bu esa yillik rejaning deyarli yarmining muddatidan oldin bajarilganligini anglatadi. Siz ko'rib turgan mana bu korxona tumanda faoliyat olib borayotgan, yiliga o'rtacha 800 ming kilovatt elektr energiyasiga ehtiyoji bo'lgan sanoat majmualaridan biri hisoblanadi. Mas'uliyati cheklangan jamiyatiga 514 kilovatt quvvatga ega zamonaviy quyosh panellari o'rnatilishi natijasida elektr energiyasining asosiy qismini mustaqil ravishda, ya'ni quyosh panellari yordamida qoplash imkoni paydo bo'ldi. Bu bilan nafaqat xarajatlarni, balki atrof muhitga bo'lgan zararli ta'sirni sezilarli darajada kamaytirishga erishildi. Davlatimiz rahbarining 2023-yil 16 fevraldagi qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi PK-52 qaroriga asosan tumanimizda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bunga misol tariqasida aytadigan bo'lsak, tumanimizda faoliyat yuritayotgan mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan 514 kilovatt quyosh paneli o'rnatildi. Kelgusida mazkur quyosh panellari to'liq quvvatda ishlab, korxonaning elektr energiyaga bo'lgan ehtiyojlarini to'liq qoplashi kutilmoqda. Loyiha doirasida o'rnatilgan barcha uskunalar xalqaro standartlarga to'liq javob beradi hamda ular yuqori harorat va changli iqlim sharoitida samarali ishlaydi. Shuningdek, panellar va invertorlar yuqori kuchlanish bilan ishlashini inobatga olgan holda maxsus izolyatsiya va yerga ulash tizimlari joriy etilgan. Barcha elektr uzellari himoyalangan. Yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida quyosh elektr tizimida avtomatik o'chirish qurilmalari o'rnatilgan. Panellar yaqinida yong'inga qarshi maxsus o'chirish vositalari joylashtirilgan. Panellar va invertorlar holati real vaqtda monitoring tizimi orqali kuzatiladi. Aytish joizki, O'zbekistonda yashil energiyaga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar izchil va maqsadli tarzda davom etmoqda. Shovoddagi mazkur loyiha esa barqaror rivojlanish, ekologik toza kelajak va iqtisodiy mustaqillik sari tashlangan muhim qadamlardan biri hisoblanadi.